Mana demak CSSda positionga keldik. Position bu juda qiziqarli mavzu va o'z navbatida juda muhim bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Elementlarni joylashishni boshqarishda positiondan foydalanamiz. Xuddi biz o'tgan darslarimizda transformni ko'rdik, ya'ni transformga translate valuesini berishimiz mumkin edi. Xuddi shunga o'xshaydi, ya'ni translate ga o'xshaydi. Ya'ni joylashishini o'zgartiradi, lekin translate ga qaraganda bir muncha farq qiladi va o'ziga yarasha demak xususiyatlari ham mavjud. Biz position bilan xohlagan bir elementimizni joylashishini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xohlagan tarafga o'zgartirsak bo'ladi. Chapga, o'ngga, pastga, tepaga, uni farqi yo'q. Buni biz boshqa yo'llar bilan qilishimiz bir muncha murakkab. Shuning uchun ham asosan positiondan foydalanamiz. Ya'ni biror bir shu elementimizni joylashda. Bu yerda mana masalan deganman, elementning otasini ichida o'ngga, chapga, tepaga, pastga surish uchun deb. Qavs ichida bo'lsa, inglizcha demak variantini yozib qo'ydim. Bularni yodlab olishimiz kerak, ya'ni inglizchasini, sababi bular property vazifasini bajaradi positionda. Ya'ni o'ngga bu right, chapga left, tepaga top, pastga bottom. Bunaqa qiyin emas. Positionda 5 ta turi mavjud. Ya'ni qiymati, valuesi. Bu yerda mana sanab o'tganman 5 tasini: relative, absolute, fixed, sticky, static. Bularni hammasini ko'rib chiqamiz ketma-ketlikda. Static default ko'rinishi. Keyin xususiyatlar, ya'ni positionga doir xususiyatlar yoki propertylar deb atasak bo'ladi. Demak, positionning o'zi, position bu property, bunga biz ushbu 5 ta qiymatni berishimiz mumkin. Buni ko'ramiz. Keyin right, left, top, bottom bularni aytdim, yodlab olishimiz kerak. Keyin bo'lsa the index. Bular hammasini ko'ramiz keyingi videodan boshlab.